oddiy sosulka kichkina konfetlar shunaqangi odamga rohat berardi, kam yeylardi, xursand bo'lib ketardi bolalar. Hozir bolalarga bering, mensimaydi. Eng qiziq narsani aytaman. Bizni kasalliklarni pulga sotib olamiz. Pul to'lab kasallik sotib olamiz. Birinchi bolalardan boshlaymiz. Bolalarimizga turli xil shirinliklar olib beramiz. Shirinliklar turi shunaqa ko'payib ketdi, hayron qolasiz. Mana biz yoshligimizni qanday eslaymiz. Mana yosh kattalar eslasin. Shirinlik masalasi yoshlikda juda defitsit edi. U shokolad bayram edi. Oddiy sosulka kichkina konfetlar shunaqangi odamga rohat berardi, kam yeylardi, xursand bo'lib ketardi bolalar. Hozir bolalarga bering, mensimaydi. Yemaydi, yaxshiroq narsa ber deydi. Kattaroq, bundan ham shirinroq narsa berdi. Oddiy chupa-chup anaqalarga qaramay qo'ygan. Nimani bildiradi? Mana shu shakar bolalarning miyasini, umuman bolalarga immun sistemasiga, umuman organizmga juda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mana e'tibor bering. Hozir men statistika o'qidim. 80-yil bilan 2025-yildagi shakarni iste'mol qilish miqdori dunyo bo'yicha 400 barobar oshdi. To'g'ri, aholi kamroq edi, lekin shu aholi jon boshiga hisoblasangiz, shuncha miqdor edi. Hozirgi aholi jon boshiga hisoblasangiz, aholi ko'paygan, lekin shu bilan birgalikda shakar iste'moli 400 barobar oshdi. Shakar, shuni bilib olinglar, mahsulotlarning ichida eng zararli mahsulot hisoblanadi. Tibbiyotda 3 ta oq ajal tushunchasi bor. Birinchi oq ajal shakar, ikkinchi oq ajal bu un, uchinchi oq ajal bu tuz. Endi tuz masalasi alohida mavzu-yu, agar siz o'zingizning hayotingizda ikkita narsani, shakar bilan unni haqiqatan ham kamaytira olsangiz, iloji bo'lsa yo'q qilib tura olsangiz vaqtinchalik, siz o'zingizdagi ijobiy o'zgarishlarni ko'rib hayron qolasiz. Sinab ko'ring.